Kampon, sen hozir o'tkazvording. Hozir u yerda chaqmoq bo'ldi. Sen ko'rmading, ko'krak ko'rasa ham edi. Qishloq, sen nimaga meni ertaklaring bilan aldayapsan? Bu yerda hech narsa yo'q-ku. Ha, yo'q, hozir boradi. Qara, hozir bo'ladi yana. Ha, qani bulutlar ham yo'q, qora bulut. Qanaqa qilib bo'ladi? Bu yerda yo'q-ku. Kampon, menga ishon. Men hozir ko'rdim, u vahshiy katta edi, rosa ham zo'r edi. Ha, unda men yana ko'rishim kerak. Yana qachon bo'lar ekan? Bilmadim. Lekin zo'r edi. Ha, mayli, bu yerga chiqib olaychi. Qani, bu yerdan ham yo'q. Qani. Bilmayman, Kampon, lekin men ko'rdim. Ha, voy, nima bu? Voy, Kampot. Kampot, hozir seni chaqmoq urdi. Ha, men ko'rdim. Qanaqa chaqmoqligini. Yomon chaqmoq ekan. Mayli, men pastga tushaman. Menga yoqmadi. Yana hozir chaqmoq chaqsa men o'lishim aniq. Voy, Kampot, ko'rding, burasi ham zo'r edi. Eng katta chaqmoq edi. Ko'krak. Senda super kuch bo'ladi endi. Qanaqa super kuch? Bilmayman. Men shunaqa deb eshitganman. Ha, unda men bilmayman. Kampot, sen vashi zo'r bo'lib ketdi. Rosa ham zo'r bo'ldi. Yo'q, nimalar deyapsan? Men nima bo'ldi? Kampot, sen nima qilding? Men ham bilmayman, men nima qilganimni. Shuna bu yerga kirdim, chiqib ketdim. Qani hozir yana kirachi yo'q. Kampot, nima qilib qo'yding? Zo'r qilding. Qani men ham kirib qarachi. Hay, kallamni urib oldim. Ha, sen demak menda super kuch bor. Qara, ko'zingga nima bo'ldi? Qani ko'zim? Keyinroq ko'rasan, o'zing yana qilib ko'rchi. Kampotlik zo'r qilding. Men ham boshimni urdim. Nima ko'zimni qaranglar. Rosayam ko'k. Demak bu chaqmoq urdi. Men super narsam bor menda. Kampot, men senga rosayam havas qilyapman. Senda shunaqa kuch bor. Zo'r ekan. Qishloq, agar menda super kuch bo'lsa, men hozir bu yerdan ham kira olaman. Qani kiraychi. Nima bo'ldi? Voy. Kampot, qanaqa qilding? Hozir men uyga kiraychi. Nima qilding? Rosayam zo'r qilding, Kampot. Agar menda super kuch bo'lsa, men bularni bemalol sindira olaman. Hozir qara. Qani, yo'q, ana sindira olayapman. Kampot, nima qilasan? Bu meni uyim-ku. Tiklaber hammasini, tiklaber. Menda super kuch bor ekan. Hozir tiklab beraman. Qani bu super kuchimdan yana foydalanaychi. Qani. Kampot, rahmat, sen meni to'g'irlab berding. Qara, bu olmos bo'ldi. Olmosli blok bo'ldi. Men qanday qildim? Demak menda shunaqa kuch bor ekanda. Obunachilar, hammaga salom. Men sizlar bilan Kampot. Mening videoyimga xush kelibsizlar. Men meni chaqmoq urdi. Men super kuchni topdim. Qaranglar, men olmoslik bunaqa qildim. Rahmat senga, Kampot. Sen hamma narsani olmoslik qila olasan. Ha, qani endi men boraychi. Nima bo'lyapti? Kampot, sen zo'rsan. Sen menga yoqasan. Paxta qo'yma. Endi menda super kuch bor. Endi men nima qilishni qilay? Endi menga yordam kerak. Daychi, mana uyda hech kim yashamaydi, shuni aniq qilamiz. Qani 1 2 yo'q. Portlab ketdi. Qani boraychi. Kampot, nima qilding? Zo'rligini qara. Nima bo'lyapti menda? Nima qilding, Kampot? Buni Kampot qildi. Unda super kuchi bor. Kampot, sen ham super kuching bormi? Ha, menda super kuch bor. Meni chaqmoq urdi va super kuchli bo'ldim. Men bu chaqmoq haqida eshitganman. Bu 100 yil oldin bitta odamda shunaqa bo'lgan va u rosa ham zo'r bo'lgan. 100 yil oldin shunaqa bo'lgan. U chaqmoqdagi kuchli zo'r, hamma narsaga qodir. Ucha olmaysan, lekin birovlarga yordam berishing mumkin. Masalan, olmoslik, yana yordam berasan. U buni ishlayman deydi. Hozir men sinab ko'raman bu kuchimni. Zo'r bo'lardi. Unda seni hozir olmoslik qilib beraymi? Zo'r bo'lardi. Menga olmoslik qil. Yo'q, hozir emas. Hozir men bu narsalarimni qilib olay.
Qani hozir men kuchimni ishlatib ko'raman. Qanday ishlataman? Qani mana Lo, ha, men qamoqdan qochib ketdim. Ha. Bu yerda nima bor? Men nimadir ko'ryapman. Televizor, boylik. Zo'r ekan. Men qamoqdan qochdim. Ha. Hozir bu yerda qimmat. Nima bo'ldi? Men yana qamoqqa kirib qoldim. Voy, nimaga qamoqqa kirdim? Qanday kirib qoldim? men hozir bitta eng qo'rqinchli mahbusga qamoqqa qo'yib qo'ydim. Qamoq zo'rqibsan-ku. Zo'rqibsan. Endi menga olmoslik kiyim qilib ber. Ha, hozir men unda senga almaslik kiyim qilaman. Mana. Ana. Hech narsa bo'lmadi-ku. Mana yana qilaman. Nima bo'l? Ana. Kampot, rahmat senga, rahmat. Rahmat senga, kampot. Arzimaydi. Menga ham qilib ber, kampot. Meni hamma yog'im olmoslik bo'lsin. Mayli, hozir senga ham almaslik beraman. Mana. Rahmat, kampot ber. Endi hamma yo'q olmoslik. Kampot, rahmat senga. Menga ham shunaqa qilib ber, kampot. Menga foto kiyim qilib berdik. Nima bo'lyapti bu yerda? Men ham xohlayman. Hamma xohlayapti. Unda men sizlarga hammalaringga qilib beraman. Qani qishlog'i hozir bu yerdan hamma kelsin. Endi men qishloqni qarab turinglar. Hozir men super kuchim bilan shuni qishloqni almoslik qilaman. Qani ko'rib turasizlar hozir. Ko'ringlar, hozir men qilaman. Mana. Nima qo'tyapti. Anaqa. Qishlog'imiz. Qishlog'imiz bir almaslik bo'ldi. Rahmat senga, kampot. Buni ichlarman. Qaranglar, hamma yo'q almaslik bo'ldi. Mana hamma yo'q almaslik. Hattoki bu loylar ham shunaqa. Mana polislar ham shunaqa. Meni uyim yopilib qolibdi. Hammayli. Uni ochamiz. Hammayli zato ana bo'ldi. Nima almaslik bo'ldi. Yo'q, nimadir bo'lyapti. Men boshqara olmayapman. To'xtanglar, bu yer nima bo'lyapti? Menda super kuchim yo'qolib qoldi. Nima bo'ladi endi? Biz endi qishlog'imiz millioner. Qaranglar, shuncha olmoslar. Hozir men bu yerdan chiqib olay. Qani bu yerdan ham chiqaman. Voy, tushib ketdim bu yerga. Qaranglar, ko'zimda ham ani yo'q. Endi super kuchim yo'qolib qoldi. Endi buni sindirishim kerak. Endi sindirib chiqishim kerak. Qani buni sindiramiz. Sindiril. Menda super kuch yo'q. Unda bittada sinardi. Qani sinadi. Hozir mana men chiqib oldim. Qaranglar, shuncha qishlog'imiz tagida qolib ketibdi. Qishlog'imiz hamma yo'q almaslik bo'lib ketibdi. Endi biz millionermiz. Bizni qishlog'imiz millioner. Hozir men eng tepasiga chiqaychi qanaqa bo'lgan ekan. Qaranglar, ko'zimda anaqani yo'q. Super kuchim tugadi. Salom hammaga. Endi men tepasiga chiqaman, sizlarga ko'rsataman qanaqa bo'lganini. Bu yerga chiqaman, bu yerga. Hozir yana qayerga chiqsam zo'r bo'ladi. Qani. Salom obunachilar, menda super kuch tugadi. Endi men sizlarga tepani ko'rsataman. Buni million marta aytdim. Bu yerdan sakrayman, parkour qilamiz va tepasiga chiqamiz. Qani olg'a obunachilar. Men YouTube'da yangiman, shunga kanalimizga obuna bo'lib va kommentga 7 raqamini yozib keting. Iltimos sizlardan. Qani kim shu videoni shu joygacha ko'rgan ekan? 7 raqamini yozib qoldiring kommentga. Qani 1 2 3 mana. Bu yerda nima? Folbin deb jo'dagimni qolib ketibdi. Qani hozir men bu yerga tepasiga chiqaman. Ana chiqdim tepasiga. Qaranglar. Mana shuncha bo'lib ketibdi. Endi biz millionermiz. Salom qishloqqa, salom. Qishloq endi biz millionermiz.
Oh, endi men bu yerdan qanday tushaman? Yordam beringlar. Hozir men senga yordam beraman, lekin men bu yerdan qanday tushaman? Hozir bu yerdan tushaman, men senga yordam beraman. Lekin men tepaga qanday tushaman? Ha ha ha, hammaga xayr, men sizlar bilan kompot bo'ldim.